atpechaga topshirish pravilalari mana. 20 yildan necha qiynalishdim. Tur soat deganda o'tdim. Tur soat. Bitta bukasda xatogarchilik bo'lsa, dokument qila olmaysiz. Aeroport Vnukovadan uchib ketadiganlar diqqatiga. Tamoshni kontrolga kirish ochiriti shuncha katta. Assalomu alaykum. Xudo xolasa, bugun biz aeroport Farg'ona aeroportdamiz. Vnukovaga uchyapmiz. Bugun Vnukovada holatlarni sizlarga chiroyli qilib joylab berishga harakat qilamiz. Ajoyibdan uzoqlashmanglar. Kimga arzon bilan kelsa, pastdagi nomerlarga обращаться qilaverasiz va qo'limizdan kelguncha sizlarga chiroyli xizmat ko'rsatib o'tib boramiz. Aeroport munosib bor, dokument munosib borlarga ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizda aviakassadan bilet olmasalaring ham aeroportda chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, biz sizlar uchun xizmatlaringda bugun aeroport Vnukovada holatlarni, atpechatkalar topshirilyaptimi, topshirilmayaptimi va barcha umumiy informatsiyalarni joylab boraman. O'zgarishlar bormi, yo'qmi? Sizlar uchun ajoyib xizmatlaringda. Sog' bo'lasizlar. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin. Mana hozir Farg'ona Zhukovskiy. Hop, Farg'ona Domodedovo va registratsiyalar boshlandi. Azlar xohlasa kelib qo'ndik. Tamojni kontrolga ketyapmiz. Tamojni kontrol holati xohlasa harakat qilaman sekin. Nima situatsiya joylab borishga. Обязательно bizdan uzoqlashmasdan like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana sekin tamojni kontrolga yetib keldik. Odam вообще ko'p. Hujjatga pauz boshlanib ekan. Odam beton. Aeroport Vnukovoda atpechatga topshirish pravilalari. Kelib qolganimizga 1,5 soat bo'ldi hali. Kontrolga yetib kelganimizga 30 daqiqa qoldi. O'tiribmiz. Do'stlar, hurmatli azobdoshlar, atpechatga topshirish avjida aeroport Vnukova. Holat shunaqa. Endi chetga yetib keldik. Ulan beton zerikdik уже. To'g'ri zerikdik. Hurmatli azobdoshlar, tamojni kontroldan tur soat deganda o'tdim. Tur soat. Odam ko'ryapsizlarmi? Bij mana. Chamadonlarimiz уже chiqib, o chekaraga obam qo'yishdi. Shtobi tur soatda chiqdik-da. Tur soat deganda chiqdik. Bu bizdan kelgan ikkita keyingi samolyot azobdoshlar juda ham kech vaqtda chiqdik. Azlar, mana nihoyat biz pasportni kontroldan chiqdik. Ko'rdilarimizmi lenta shu Farg'ona Vnukova reysniki, lekin уже ko'payib ketgandan chekkaga bagajdan qo'yibdi. Kelib zo'rg'a topib oldik. Iltimos qolaman. Qo'limda turgan migratsionniy bekorga ushlab turganim yo'q. Qayerdan uchib kelishlaridan qat'iy nazar, qaysi aeroportga uchib kelishlaridan qat'iy nazar, ism, familiya, pasportlardan birma-bir tekshirib olinglar. Agar bitta bukasda xatogarchilik bo'lsa, dokument qila olmaysizlar. Shtobi yoki Saxrovadan yoki qayerdandir dokument qilib turganingda отказ chiqadi. Hamma aeroportda уже atpechatkalar bir xil, tekshiruvlar bir xil. Shuning uchun o'zing uchun har taraflama ehtiyot bo'lib, pasportingda qanday rasmlaring bo'lsa, shunday holda kelishlaringni iltimos qilaman. Men ko'rdim hozir pasport kontrolida juda ham ko'pchilik qaytyapti, ko'pchilik qaytmayapti. Endi xullas o'zi joski o'tdik. O'zi o'tib olganimizga shukr qildik-ku. 100% dokumentimiz bo'lsa ham, lekin ozgina qo'rquv bilan bo'lsa ham o'tib oldik. O'zing ehtiyot qilinglar. Bu videoni albatta like bosib Padilsak, iltimos qolaman. Sog' bo'linglar, salomatlar. Atpechatga necha yoshdan necha yoshgacha beriladigan inson uchun, ya'ni bu дети. 2 yoshdan baland, взрослый qatori. Farqi yo'q. 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh, 6 yosh men o'zim ko'zim bilan guvohi bo'ldim. 5 yosh ham, 6 yosh ham, 7 yosh ham, 10 yosh ham topshirdi atpechatga pauz. Va взрослый qatori qanday holatda bo'lsa, xuddi shu holatda atpechatga topshirdi. Inshaalloh. Mana shu ukaxonimiz ham topshirib chiqdi, ukajon. Mana shu ukaxonimiz ham shu insondan men sizlarga informatsiya olib beryapman. Mana shu bola ham atpechatga pauz topshirib chiqdi. Shunaqa gaplar do'stlar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Lekin akalarim bilan juda qiyinchilikda chiqdik aka. 3 soat tamoj unaqa qiyin. 20 yildan necha qiynalishimizda. Shunaqa gaplar do'stlar. Aeroport Vnukovadan uchib ketadiganlar diqqatiga. Tamojni kontrolga kirish ochiriti shuncha katta. Tamojni kontrolga kirish ochirish shuncha katta. Registratsiyaga 4 soat oldin hisobini olib kelinglar. Shtobi uspet qilmasdan qolsalaringlar, biletlarni kuyib qolishlari mumkin. 4 soat oldin
hisobini olib kelinglar mana. Tamoyishli kontrolga kirish holati. Azizlar, ko'rib turgan bo'lsalaring, albatta video davomida men qisqacha intervyu berib ketaman, чтобы aeroportda shaxsan o'zimni boshimdan o'tgan situatsiyani video davomida joylab bordim. Aeroportda qanaqa holat bo'ldi, pasport kontrolda qancha muddatda chiqdim, 3 soatdan oshiq muddatda chiqdim pasport kontroldan, чтобы полный aeroportdan chiqib ketishimga 4 soat vaqt ketib qoldi. O'zi 4 soat 10 minut uchib keldingmi, 4 soat uchadingmi bilmadimku. No, главный bitta nima bo'lyapti? Aeroport Vnukovada masalan oldin отпечатка yo'q edi, geometrik dalniy berish yo'q edi. Bu aynan 2025-yil may oyidan 100% отпечатка berasizlar, geometrik dalniy 100% topshiradi va keyin ajdaniya zaliga o'tasizlar. Ko'rib o'tlaring, juda ham ko'pchiliklar qiyinchilik bo'ldi, shaxsan o'zimda ham qiyinchilik bo'ldi. Masalan, 100% men dokumentim bor, juda ham ko'p borib kelib turaman, lekin aynan shu musofirdagilarga qisqaroq video olishga harakat qildim. Absolutno mumkin emas. Kamera, telefon, video ushlash mumkin emas, lekin yashirib bo'lsa ham olishga harakat qildim. Iloji boricha ko'rib, o'zlaringga ozgina informatsiyamiz yoki bizning foydamiz yoki manfaatli bo'ladi video degan maqsadda bu videolar olinib, sizlarga joylab boryapman. Обязательно mehnatlarga bittadan like bosib, kommentarda o'z fikringizni qoldiring. Yaqin kunlarda kimni tanishida shunaqa voqea bo'ldi yoki o'zingizda bo'lganmi, balki videoni ko'rib turib. Chunki men ko'rib turibman, to bitta reysni tamoshdan o'tkazilgungacha bizning ortimizga o'sha 4 ta 5 ta reys kelib qo'shildi. Endi tushunib olinglar, u bizdan keyingi reyslar necha soatda o'tadi. Shuning gaplar aziz qo'limizdan kelguncha Sajon xizmatlaringda arzon aviabiletlar kerak bo'lsa, kirdi chiqdi zaezd qilmoqchi bo'lsangiz ham bemalol pastdagi nomerlarga обращаться qilaverasizlar. Aviabilet sferasi mana iyun oyiga xudo xolasa arzon aviabiletlarimiz Telegram kanalimizda bo'ladi. Kommentariyamizga silkani qo'yib qo'yaman. O'tib obuna bo'lsangiz har kungi aeroport yangilikni ham ko'rib boraverasizlar va arzon biletlarni ham chiqarib boramiz va qo'shimchasiga bizda bez dokumentlarni kuzatib qo'yish xizmati bor. Hozirgacha bir chekka dachalarda ishlab yurgan akalarimiz bo'ladigan bo'lishi mumkin. Shunaqa insonlarni aeroportda kutib olib, chiroyli qilib kuzatib boramiz. Xudo xolasa harakatini qilamiz. Qaytib kelishlari ham xudo xolasa juda ko'pchilik kuzatib olgan insonlarimiz qaytib kelyapti. Alloh rezultatni beradi. Hamma taraflama shu voqea do'stlar. Va juda ko'pchilikda Zolotoy korona bu mavzuga ozgina to'xtalib ketaman. Zolotoy koronada ko'pchiliklar sudga chiqib ketganini bilmayapti yoki sudga chiqib ketganini aeroportda guvoh bo'lyapti, tamoshli kontroldan qaytyapti. Shunaqa insonlarga bizda Zolotoy koronada aynan sudga chiqib ketdim, chiqib ketmadim proverkalarimiz bor. Чтобы 2 yil oldin shaxsan o'zim ham bir insonga yaxshilik qilib olib berganman. Hozirgacha 100% to'lab bo'lganim yo'q. Pena tug'ilib ketyapti, lekin iloji boricha 2000-3000 tashab yuribman. Xohlagan paytim borib kelaman. Aynan bu Zolotoy korona xususiy biznes, bu davlatniki emas. Hech qanaqa kimlardir 200 million bo'lib turib ham uchib borib kelib yuribdi, kimlardir 100 million bo'lib turib ham uchib borib kelyapti. No, главный bitta sudga chiqib ketmasa, xohlagan paytlaring borib kelib yuraverasizlar. Eslatib o'tmasdan yana bir narsani qo'limdan kelguncha videoroliklarni kengroq sizlarga yoritib borishga harakat qilaman. Любой aeroportda. Endi O'zbekistondan kelishganmi, Rossiyadan O'zbekistonga ketishganmi farqi yo'q. Qaysi aeroportdan arzon aviabilet uchrasa bemalol xarid qilaverasizlar. Sheremetovami, Vnukovami, Zhukovskiymi, Domodedovomi farqi yo'q. Chunki hammasi bir xil vazifa отпечатка berasizlar, geometrik dalniy topshirasizlar. Bu endi kundan kun ko'rib turibsizlar, через госуслуга bo'lyapti. Hali bu rivojlanib ketgan yo'q, чтобы bu mishmishlar, bu xabarlar bor. Hozircha kuchga kirgan emas. Lekin ko'rib turibsiz, juda ko'pchilik kartalar blok ketyapti. Arzon aviabilet olishda kimnidir kartasida mablag' bo'ladi, kimnidir bo'lmaydi. Bunaqa vaziyatlarda через bankomat, Sberbank, masalan, hamma joyda Sberbank bankomatlar bor. Через bankomat orqali biz ofisial ishlaymiz, shotimizga pul o'tkazib ham biletlarni xarid qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa qo'limdan kelguncha aziz yurtdoshlar, iyun va iyul oyiga Telegram kanaliga обязательно arzon aksion biletlarni chiqarishga harakat qilaman. Keskin hozir kunda bilet narxlari ko'tarilib ketdi. Aynan yaqinda Hayit bayrami va Arafa shuni munosabatiga biletlar ko'tarib ketib qoldi. Xudo xolasa Hayitdan keyin biletlar yana o'sha eski holiga 8000, 9000, 10000, 11000 rublga tushib qoladi. O'zing ehtiyot qilinglar, обязательно bizdan uzoqlashmanglar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bittadan like bosib qo'ysanglar hech qanaqa zarari yo'q. Yangiliklar ko'rib olasizlar, ma'qul bo'lsa informatsiya olasizlar, ma'qul bo'lmasa keyingi mavzuga o'tib ketaverasizlar. Shunaqa gaplar Saidjon sizlar xizmatingizda. Pastdagi nomerlarga обращаться qilaverasizlar. Qanaqa muammolaring bo'lsa, aeroportda biz o'zimiz chiroyli qilib yordam beramiz va internet tarmoqlaridan bilet olmoqchi bo'lganlar juda ham ko'payib ketgan hozirgi kunda. Internet tarmoqlarida ham arzon aviabiletlar ko'p bo'ladi. Hatto ham ofisial bo'lsa bo'ladi, bo'lmaydi deb aytmayman yoki aytmashinsiz deb ayta olmayman, chunki men o'zim ko'p guvohi bo'lganman.
Faqat keyin iltimos qolaman, internet tarmoqdan bilet olmoqchi bo'lgan do'stlarimiz ism, familiya, pasport seriya hushyor bo'lib olinglar. Nafaqat internet tarmoqdan, Libo aviakassadan bilet olgan taqdirlaringda shu ism, familiya, pasport seriyaga ogoh bo'linglar. Qaysidir bukvasida adashmovchilik bo'lsa, aeroportda 900 rubldan 2500 rublgacha har bitta bukvasiga shtraf to'laysizlar. O'zingizga ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar va aytganchalik mana bu narsani palarka qilgan insonga men o'z minnatdorchiligimni bilib qo'yaman. O'zimni shaxsiy biletimiz Saidjon RS'da chiroyli qilib mana laganlarga bu endi qancha muddatda vaqt ketgan, qanaqa mehnat ketgan, men unchalik zo'r tushuna olmayman, lekin shu bu insonga kattakon rahmatimni yetkazib qo'yaman. O'zingizga ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.